Men Ikromova Zulayho. Bolalikdan qiziqaman mana shu tikuvchilik sohasiga. Oldin mashinkalarimiz oddiy edi. Tikishlarimiz unchalik talabga javob bermas edi. Xalq bankidan 33 million kredit chiqarib, tikuv mashinalar olib, hozirgi kunda aholi bilan ishlab kelmoqdamiz. Endi kuniga 3 ta ko'ylak tiksak 60 mingdan kuniga 180 ming pul bo'ladi. Chiqimlardan tashqari 100 ming masalan ishlayman-da. Kredit olib ish yuritganim uchun menga katta ko'mak bo'lgan. Shularni deb biz mana ishlayapmiz, oilamizga yordam beryapmiz, farzandlarimizga o'rgatyapmiz. Kelajakda tadbirkorligimizni kengaytirish niyatidamiz. Ko'proq xotin-qizlarni ishga jalb qilamiz.